Demak, bizga oltin gurt olti oksidini tuzib oldik, strukturasini. Mana bu qizil rangda belgilanganlari bular nimalar? Bog'lanishda ishtirok etmagan, bog' hosil qilishda ishtirok etmagan, lekin nimada ishtirok etgan? Gibridlanishda ishtirok etganlar. Mana bu yashildagilarchi, bular bog'lanishda ham ishtirok etgan, gibridlanishda ham ishtirok etgan. Mana buchi, buni sariq bilan belgilab qo'yaman. Sariqdagilar esa bog'lanishda ishtirok etgan, lekin gibridlanishda ishtirok etmaganlar bular. Tushunarli? Xo'sh, birinchi savol nima edi? Bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbitalar soni. Bog'lar sanayman. Bog'lar sanab turib, 2 ga ko'paytiraman. Nima uchun? Chunki bitta bog'ni ko'ryapmiz. Nechta orbitalar ishtirok etadi? 2 ta. Xohlagan bog'imizga qarasak, 2 ta orbital ishtirok etyapti. Bog'lar sanasi nechta ekan? 6 ta ekan. 6 ni ko'paytiraman 2 ga. 12 ta orbital, 12 ta elektron. Nima uchun 12 ta orbital, 12 ta elektron? Chunki bog'lanishda har doim bitta orbitalda joylashgan toq elektronlar ishtirok etadi. Demak, bitta orbitalda bitta elektron bo'lar ekan. Tushunarlimi? Keyin ikkinchi savol. Bog' hosil qilishda ishtirok etgan, lekin gibridlanishda ishtirok etmagan. Men uni qanaqa rang bilan belgilab qo'ydim? Sariq rang bilan belgilab qo'ydim. Bular pi bog'lar hisoblanadi. Pi bog'lar gibridlanishda ishtirok etmaydi, lekin nimada ishtirok etadi? Bog'lanishda ishtirok etadi. Demak, bizda nechta ekan pi bog'larimiz? 3 ta pi bog'i bor ekan. Har birida nechta orbital bor? 2 tadan. Ko'paytiraman 2 ga. 6 ta orbital, 6 ta elektron. Bunda ham nima bo'ladi? Elektronlar umuman bog'lanishda har doim toq elektronlar ishtirok etadi. 3-chi savolimiz nima edi? Gibridlanishda ishtirok etgan jami orbitallar soni. Xo'sh, bizda qanaqa gibridlanishlar bor ekan o'z bizda? Xo'sh, mana bu kislorodimiz qanaqa gibridlangan? Qizil va yashil rangdagilar ishtirok etadi, sariqdagilarchi ishtirok etmaydi. Mana bitta orbitalmi? 2 ta, 3 ta orbital ishtirok etsa, bittasi S ga bo'lsa, ikkitasi P ga. Mana bu ham sp 2, mana bu ham sp 2. Xo'sh, markaziy atomchi 3 ta orbital ishtirok etdi, ko'ryapsizlar, mana 1, 2, 3 ta. Xo'sh, 3 ta bo'lsa, bittasi S ga, ikkitasi P ga. Demak, hammasi qanaqa gibridlangan ekan? sp2 gibridlangan. Bitta sp 2 da ishtirok etganda nechta orbital ishtirok etyapti mana? 3 tami? 3 ta orbital. Xo'sh, bizda nechta sp2 bor ekan? 4 ta. 4 tasida qancha bor deb bilsam, topsam 12 ta orbital bor ekan. Bu jami gibridlanishda ishtirok etgan orbitallar soni. Keyingi savolimiz. Gibridlanishda ishtirok etgan, lekin bog'lanishda ishtirok etmagan orbital va elektronlar soni. Biz mana bu qizillar gibridlanishda ishtirok etyapti, lekin bog'lar hosil qilyaptimi? Yo'q. Demak, unaqa bitta kislorodda nechta bor? 2 juft bormi? Orbital, 2 juft orbital bor. 1, sanasagan mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta orbital bor. Elektronlar nechta bo'ladi? Bitta orbitalda nechta bo'lyapti? 2 ta bo'lyaptimi? Demak, 6 tasi qancha bo'ladi? 6 ko'paytiraman 2 ga. 12 ta elektron bo'lar ekan. 6 ta orbital, 12 ta elektron. Tushunarli? Xo'sh, keyingi savolimiz. S P SP SP2 SP3 orbitallar sonini topishim kerak ekan. S orbitallar bu vodorodda uchraydi ko'proq. Demak, bizda vodorod bormi? Yo'q, 0 ga teng. P orbital esa bu pi bog'larni bildiradi. Pi bog'lar nechta bor? 3 ta pi bog' bormi? 3 ta pi bog' bor ekan. Har birida nechta orbital bor? 2 tami? Ko'paytiraman 2 ga. 6 ta orbital bor ekan, P orbitalimiz. P desa, bilinglar pi bog'ni. Keyingisi SP bormi bizda? Yo'q. SP2 bormi? Nechta bor? 4 ta. 4 ko'paytiraman, bitta SP2 da nechta ishtirok etadi? 3 tami? 3 tami SP2 bo'lishi 3 ta orbital sanayapmiz, to'g'rimi? 3 ga ko'paytirib yuborsam
12 ta orbital ekan. Xo'sh, sp3 bormi? Yo'q, 0 ga teng. Yana nima savol bor ekan? Keyingi savol misol uchun markaziy atomning oksidlanish darajasi toping deyilishi mumkin. Yozib qo'yinglar, markaziy atomning oksidlanish darajasi. Oksidlanish darajasi va valentligi. Demak, oksidlanish darajasi topadigan bo'lsak, kislorodimiz va oltin gugurtimiz. Xo'sh, kislorod biz bilamiz 2 valentli ekanligini. Oltin gugurt bu yerda necha valentli? 6. Endi qaysi biri elektromanfiyligi yuqori bo'lsa, o'sha minus bo'ladi. Xo'sh, kislorodniki elektromanfiyligi nechaga teng ekan? 3,5 mida? Oltin gugurtnikichi 2,5. Qaysi biri katta ekan? Kislorod. Demak, kislorodimiz manfiy, mana buchi musbat. Qanday bilyapman? 6 bilan 2 ni, chunki esa 3 deb yozib qo'ydim. Kislorodimiz o'zi ekvivalentli. 2 ni 3 ko'paytiraman 6. Demak, 2 teng bo'lish kerakmidi? Demak, 6 ekan. Tushunarli? Minus bilan plyusni ajratib oldik-a? Xo'sh, yaxshi. Endi oksidlanish darajasi plyus, demak 6 ekan. Markaziy atom mana bu hammasi bog'lab turgan bu markaziy atom hisoblanadi. Valentligini strukturasiga qarab sanayman. Nechta qo'l bor atrofida markaziy atomning? 6 ta bo'lsa, demak 6 valentli ekan. Tushunarli?